Bu yigit kuniga 10 ming yevrodan ko'proq daromad qiladi. U oddiy sartarosh emas, haqiqiy san'atkor. U ayollar sochidan chinakam san'at asarini yaratadi. Uning har bir ishi shunchaki soch turmagi emas, bu ijod, bu mo'jiza. Bir marta mijoz ayol "Men boshqacha narsa xohlayman" deganida, u 5 soatda uning o'z sochidan kepka yasadi. Natija shu darajada ajoyib chiqdiki, hamma lol qoldi. Yana bir ayol qurilishda ishlaydi. U mening boshimda haqiqiy kaska bo'lsin deb so'radi. Usta o'sha joyda o'zining sehrli qo'llari bilan sochidan kaska yasab berdi. Endi uning boshiga kaska kerak emas, o'zi bilan birga yuradi. Yana bir mijoz Gucci'nikiga o'xshagan shlyapa xohladi. Usta o'sha mashhur dizaynni sochida yasab berdi. Natijasi shu darajada mukammalki, hatto fashion olamining o'zi ham hayratda. Ayollar uning navbatiga turishadi, chunki u faqat soch turmagi emas, sehr yaratadi. Usta o'zi shunday deydi: "Men sochlarni sevaman, u mening hayotim." Endi savol, agar sizda imkon bo'lsa, siz sochingizdan qanday narsa yasatgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.